Tabriklaymiz! Siz yo'l bo'yida joylashgan Wendy's kafesiga tungi smenaga ishga olindingiz. Siz bilan yana bir ishchi ishlaydi. Tunda bizning ish tartibimiz biroz boshqacha. Ushbu qoidalarga amal qiling. Birinchi qoida: monitorda ko'rinmagan mijozlarga xizmat ko'rsatmang. Ovozi xira eshitilayotgan bo'lsa, u inson emas. Shunchaki sutli kokteyl hozircha mavjud emas deb mikrofonni o'chiring. Ikkinchi qoida: agar sherigingiz qayergadir yo'qolib qolganini sezsangiz, hojatxonada qulflanib oling va roppa rosa 10 daqiqa kuting. Agar sherigingiz qaytib kelmasa, smenani yoping va ish joyingizni tark eting. Uchinchi qoida: hech qachon bir avtomobilga 2 marta xizmat ko'rsatmang. Agar ikkinchi marta to'xtagan avtomobil bo'lsa, chiroqlarni o'chiring va pardalarini yoping. To'rtinchi qoida: soat 4:45 da kassasiz qabul qilmagan buyurtma chekini chiqazib berishi mumkin. Buyurtmani tayyorlang va axlat qutisiga tashlab yuboring. Qolgan qoidalar kassetaning ikkinchi tomonida. Xush kelibsiz.